Bismillahirrohmanirrohim. Allohu akbar. Mana bu joylarni qaranglar. Atrofni qaranglar, suvni. Oqib turishini maza joylar, odam havosi keladi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Bugun Xudo xolasa Toshkent viloyati Yangiyo'l tumani Xalqabod mahalla fuqarolar yig'inida tayyor 3 sotkli hovli uy joy sotuvga qo'yildi. Hamma holatlari zo'r. Mana ko'chalarni qaranglar. Ko'chalar to'liq asfalt, holati zo'r. Bu yoqda bog'cha, maktab, magazin, bozor, masjid, hamma narsa bor. Jiloy mahalla, mana ko'ringlar atrofda. Mazza joylar, suvni bo'yida. Shundoq kiramiz, qani keling ichkariga. Bismillahirrohmanirrohim. Mana shu xonadonimiz 3 sotkli. Narxini ham zo'r aytibdilar. Hamma holati zo'r. Gaz, suv, svet, internet, hamma narsa o'tgan. Maza qilib yashaydigan joy. Ichkarini ko'rsanglar, vaqt o'rasizlar. 3 sotkli tayyor uy joyimizga boshlang'ich narxi 29 ming AQSh dollari so'ralyapti. Yana o'tadigan, kelishadigan joylari bor, xudo xolasa. Qani boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonga mana kirib kelaverish, qaranglar. Qanaqa go'zal. Qanaqa mazza joylar. Salqinligini qaranglar. Yozgi kunida mana narx-navosiga, bahosiga kelishsanglar, xudo xolasa xonadonda hamma narsani tashib ketadilar. Yo'qlarni qaranglar, mana yozgi oshxonalar. Qozon, o'choq, tovoq, mana gaz, svet, suv hammasi bor. Mana bu yoqda mana shashlik qilishga sharoitlar, mangal. Bu yoqda mana vodoprovod suvi, bu tarafda mana kichkina basseynlari. Atroflari to'liq qo'rg'on qilib o'ralgan. Mana buni qaranglar, basseyn. Bu yoqda katta basseyni mana. Mevali daraxtlar, mana hamma narsa bor. Hamma shart-sharoit bor. Bu tarafini qaranglar mana. Dam olib, mazza qilib yashaydigan joylar. Atrofida insonga nima kerak bo'lsa, hamma shart-sharoit bor ekanda. Toshkentga necha kilometr, amaki? 23 kilometr. Ipodromgami? Ipodromgacha 23 kilometr ekan. Yarim soatli yo'l. Qaranglar buni. Sharoitni qaranglar zo'rligini. Bismillahirrohmanirrohim. Hovliga ham teylariga toshlar terilgan mana. Bu tarafga kafellar terilgan. Hamma shart-sharoiti bor. Va tepalarni qaranglar. Maza joylar-ku. Dam olib kelib mana yozgi kuni maza qiladigan joylar. Mana hujjatlari mana. Hujjati ekan mana. Kelasizlar, ko'rasizlar, gaplashasizlar, aloqaga chiqsanglar, pastdagi raqamlar to'g'ridan to'g'ri shu uy joy xonadon egasiniki. Aloqaga chiqsanglar, lokatsiyalarigacha tashab beradi. Mana suvlari bu yoqda. Qaranglar. Mana naporni qarang. Bu yoqda mana burchakda hojatxona, atroflari o'ralgan. Qampdan ko'rsatib yuboring, mana qarang. Go'zalligini, turishini qaranglar buni. Lovullab yonib turibdi. Bu yoqqa ham tepaga chiqamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Xonadonning ichiga. Mana mana o'tirishga yana отдельно joylari. Tepalari mana. Sharoit zo'r. Bu yoqda mana xonasi. Mana zo'r, gap yo'q. Sharoit zo'r, svet bor mana. Televizor bor, internet bor. Konditsioner bor. Bu yoqda yana mana отдельно yana bitta yotoqxona. Ko'rishinglar mumkin. Mana oynasi bor ekan, mana tashqariga qaragan, yorug', shiram. Xullas ko'ringlar, sharoit zo'r. Atroflari zo'r, qaranglar. Juda ham go'zal. Zo'r holatda. Tayyor uy joy. Qidirganlar bormadi mana. Yangiyo'ldan bo'lsin, Xalqaboddan bo'lsin,
ipodrom Abu Saxiyga yaqin bo'lsin, yarim soatlik yo'l bo'lsin deganlarga mana 23 kilometr. Kelasizlar, ko'rasizlar. Bog'cha, maktab, magazin hamma narsa bor. Asosiysi masjid yaqin ekan. Zo'r-ku, mazza-ku. Sharoit вообще gap yo'q. Qaranglar bu tepalarni. Mana hamma shart-sharoit bor. Tennis o'ynayman desanglar, tennisning stollarigacha, tapchanlarigacha, xudo xolasa, puliga kelishsanglar hamma narsa qoladi. Uydagi ko'rayotgan hamma narsanglar $29,000. Yana kelishtirib o'tib beradi, xudo xolasa. Kelinglar, savdosini qilinglar, xudo xolasa. Sizlarga nasib qilsin, buyursin. Layklarni bosinglar, obuna bo'lishni unutmanglar. Pastdagi raqamlar to'g'ridan-to'g'ri xonadon uy-joy egasiniki. Aloqaga chiqasizlar, savdolashasizlar. Mana yopiq territoriya ko'ryapsizlar, mahallalar. Zo'r, sharoit zo'r. Ko'chalar to'liq asfalt, shunday suvni bo'yida. Reklama xizmatlari kerak bo'lsa, tepadagi raqamlar o'zimniki. Xizmatingizda Temir Karvon. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.